Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga ikkinchi qavatda joylashgan ikki xonali kvartirani e'tiborlaringizga havola etaman. Azizlar, biz sizlarga hozir lokatsiyani tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu 5-marshrutni ko'piri, Nazmeshdagi ko'piri. Yan tomonimiz yine Bunyat Gamburg, şunun ro'parasida 4 qavatli kirpichli dom turibdi. Shu domni ikkinchi qavatida 2 xonali 60 metr kvadrat kvartira sotib qo'yadi. Fasana dengiz kafe deb yozib qo'yibdi ekan. Shu joyni izlab birgalikda ko'rib danishib chiqamiz. Marshrutlar bu yerda qatnab turibdi. Avtobus 5-chi har 5 minutdan qatnaydi. Bog'cha, maktab, bu narsalardan bu yerda muammo yo'q. Lokatsiya zo'r. Yan tabanımızdan Sakır Balnisa. Yine Bahram Gamburgan var. Aptekası var, kafesi var. Yine живой balık yiyesi gelirler için. Xullas, lokatsiya juda ham ajoyib. Endi izlar ichkariga giramiz. Dvor qismini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana izlar, dvor qismina kirib keldik. Juda ham daraxtlari boy dvor ekan. Parkovchi zonalari bor. Yine yan tarafimizda bog'chasi bor. Ajoyib ishning dvori. Shu domda joylashgan kvartiramiz. Shuni hozir ichkarisiga girib, ikkinchi qavatga ko'tarilib, videoni davom ettiramiz. Azizlar, mana ikkinchi qavatga chiqib keldik. Yangi, davr yaxshi ishlarga ko'ribdilar. Sifatlari ajoyib. Har bir qavatida ikkita kvartira joylashgan. Shundan girib boramiz azizlar. Bundagisini ko'ramiz. Hurmatli YouTube obunachilari, bu kvartiramizni umumiy maydoni 60 metr kvadrat. Hozirgi vaqtda ma'lum bir qismi kosmetik remont etilgan ekan. Hozir o'zingiz ko'rib guvohi bo'lasizlar. Bu yerimizni tushuntirib o'taman. Kuxnya o'rni, balkona chiqqan kuxnyani o'rni shunday xonaga, dalanchaga aylangan. Biz ham eshiklardan girib keldik. Chap qo'limizda bu yerda ko'ruvchi uskunalar o'rnatilgan, prixoshkasi bor. Chap qo'limizda yana hojatxonasi, yuvishxonasi, sanuzellar shu chap tomonda joylashgan. Bu yerimizda spalnya xonasi. Spalnya xonasidan boshlasak, yan tarafa yine o'tadigan bo'lsak, Shavatli ko'pirini chiqib ketadigan yo'l joylashgan. Oasis do'kon. Aryan tomonimizda Bunyat Gamburg yo'lining yanında. Местоположение juda ham zo'r. Shahrimizni yaxshi tochkalaridan biri desak adashmaymiz. Shundan kosmetik remont etganlar, fon berganlar. 370 bu xonamizni razmerlari 370lik spalnya xonamiz azizlar. Pol etilgan, isvoiz pol etilgan. Yan tomonimizda yuvishxonasini ko'rib o'tamiz. Yuvishxonasini ko'rib turalaringizdek yaxshigina. Buyuk, toza, hammasi santexnikalari ishlab turibdi bu yerda. O'rtishkalar ham bor ekan. Sentralniy kanalizatsiya, sentralniy отопление, hamma narsasi bor. Bu yerimizda hojatxonasi, yine suv qizdirish apparatlari shu o'rnatilgan ekan. O'zim 100 litrlik по-моему, ya 80. Yanımızda zal kısmı, fakat şu zalımızı bir narsasini aytib o'tamiz. Zal kosmetika remont qilinmagan. O'zining sostoyaniyasi ham emas o'xshaydi, shuncha ham qoldirilgan ekan bu. Pol etilgan 100%. Bu yerimiz razmerlarini aytib o'tsak, 330 ga selkam 6 metrlik zal bo'ladi. 560-570 chiqadi bu yer. Endi ozgina 5-10 cm adashib xatolashi mumkin. Uzr, oldindan uzrimizni so'rab qo'yamiz. Ozgina pogрешность bo'ladi. Bu yerimizda yana bir xona hisobi, dalani bu yerda bemalol choypoylarni ichib o'tirsangiz bo'ladi. Endi azizlar, balkon qismini chiqamiz. Balkon qismida kuxnyasi va kladovkalari joylashgan ekan. Birgalikda ko'rib o'tamiz. Prixoshkasi, dalani
Əzizlər, bir yan tamamı kuxnya qismına çıxamiz. Əzizlər, bir nərsəni tushuntirib o'tamiz. Gaz plitasi, duxovkasi, shu barcha narsa olib ketiladi ekan. Bu narsani egasi olib ketadi. Bu narsasiz sotiladi. Yanımızda yine baland bo'latilgan, pastida bankalaringiz qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Shunday 2ga 6lik balkonini ega, oynalari yine akvatilgan, podokонниклari bor. Bu yon taraf yine yanımızda bog'cha bor, maktab hamma narsa bu yerda bor, bundan problema yo'q. Duvor qismi buni ko'rib oldingizlar уже. Xullas, bu narsalar olib ketiladi ekan. Qo'shimcha plyusi har bir narsa shunday toza eshiklar уже o'rnatilgan xonamizda. Yine bir de kladovka kısmı izler. Kladovka bir yerden medacho'dan narsalaringizni bemalol qo'yib foydalansanızlar bo'ladi ekan. Shunda izler ikki xonali, ikki xonasidan tashqari shunday balkoni bor. Undan tashqari ham deng daloniga ega. Umumiy maydon 60 metr kvadrat kvartiramiz tushadi. Kimda kim shu kvartiramizga qiziqqan bo'lsa, telefon raqamlarimiz, mulk egasini telefon raqamlari video rolikimizni pastida yazıp kaldırıladı, bemalol qo'ng'iroq qilib savollaringizga batafsil ma'lumot olaverasizlar. Video roliklarimizni like'larni bosib, bizani albatta qo'llab-quvvatlab turinglar, chunki sizlarga Xorazm bo'ylab barcha turdagi ko'chmas mulklarni ko'rsatib tanishtirib boramiz. Yana shuningdek kvartira umuman olganda ajoyib, местоsi, точкasi zo'r. Gelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Sog' bo'ling.